Qanday qilib chet elga topshirishga qiziqib qoldingiz va nimaga aynan top universitetga, oddiy universitetga emas? Admission package'da kitob shaklida map bor edi, universitetning xaritasi. Shuni ko'rib hayron qolganman. Bitta shahardek bo'lganda, Nyu-Yorkda Candid Weekend degan event bor. Keyin boshqalar kelib so'rashdi bizdan qaysi davlatdanligimizni. Biz aytdik O'zbekistondan. Keyin yana savol berdi. Sizlar birovlarni bilasizlarmi deb. Men hayron qoldim, chunki u avtomatik bilish kerak edi. O'zbekistondanligimizni. Biz bitta Telegram guruh ochganmiz. Rivojlangan davlatlarda injenerlar aslida eng ko'p pul topadigan kasblardan. O'sha professor universitetda butun boshli laboratoriya qurib berishgan. $1 necha million laboratoriya qurib berishgan. Ya'ni top universitetlarda professorlarda qiladigan eng muhim ishi bu dars o'tish emas. 4 kishi onlayn turibmiz. Bitta inshoda 250 ta so'zni har bir so'zini muhokama qilyapmiz. Mana bu so'z xato chiqqan. Juda ham controversial chiqqan. Nimaga bu bitta so'zni ustida ishlaganmiz? Chunki bitta so'z rad javobini olib kelishi mumkin. Lekin 1960-1970-yillarda disabled desangiz bu tabu hisoblangan, ya'ni mumkin emas bunaqa ta'sirlash. Shuni 3 ta narsani qilsangiz, top universitetiga 100% grant bilan kirishingiz mumkin. Assalomu alaykum. Siz bilan Asadbek Ismoilov, ya'ni Levsha. Men dunyoning top universitetlariga kirish bo'yicha mutaxassisman. O'quvchilarim dunyoning eng kuchli universitetlari, Garvard universiteti, Kolumbiya universiteti, xalqaro munosabatlar bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadigan Georgetown universitetining Qatardagi filiali, Computer Science, ya'ni IT bo'yicha dunyoda 3-o'rinda turadigan Carnegie Mellon universiteti, dunyo universitetlari reytingida 8-o'rinda turadigan NUS hamda NYU Abu Dhabi, Amherst College va boshqa dunyoning top universitetlariga 100% grantni qabul qilinishgan. Bugungi podkastimizda New York universitetining Abu Dhabidagi filialiga $360 ming 100% grantni qabul qilingan Murod o'quvchim bilan suhbat quramiz. Suhbat davomida Murod 7,5 IELTS va 1540 SAT'si bo'lishiga qaramasdan qanday qilib birinchi yilda hech qaysi universitetga qabul qilinmagani va qanday qilib ikkinchi yil topshirganda dunyoning eng kuchli universitetlaridan biri NYU Abu Dhabiga 100% grantni qabul qilingani haqida gaplashamiz. Shu kabi O'zbekistondan dunyoning top universitetlariga qabul qilingan o'quvchilar bilan suhbatlarni ko'rish uchun hoziroq Levsha YouTube va Instagram kanalimga obuna bo'ling. Murod, xush kelibsiz. Rahmat taklif uchun. Sizga eng muhim savollarimdan biri. Qanday qilib chet elga topshirishga qiziqib qoldingiz va nimaga aynan top universitetga, oddiy universitetga emas? Xo'p, boshida ingliz tilini boshlaganimdan bo'ldi bu. Ingliz tilini o'qishni boshlaganimdan keyin qiziqishni boshladim, qanaqa universitetlar bor. Boshlanishida O'zbekiston universitetlariga qiziqishni boshladim. Keyin akam o'sha paytda SAT, IELTS larga qiziqib o'zlari topshirib, University of South Floridaga o'qishga borganlar. Shundan keyin men qiziqish payti bo'lgan. Demak, menda ham imkon bor chet elda o'qishga, yaxshi joyda o'qishga, chunki birinchi esimda akamga uni jo'natganda, sovg'a jo'natgan, qabul qilinganlardan keyin admission package deydi. Admission package'da kitob shaklida map bor edi, universitetning xaritasi. Shuni ko'rib hayron qolganman. Bitta shahardek bo'lganda, futbolli polisi bor, sport komplekslari bor, katta kutubxonalari bor. Men shu muhitni ko'rib, o'sha sezganmanki, chet elda o'qish, top universitetda o'qish ancha boshqacha O'zbekistonda o'qishdan ko'ra. Ko'pchilik chet elda top universitetda o'qishni albatta xohlaydi. Lekin sizni nima undadiki, nima sizga ishonch berdi, siz rostdan kira olishingizga? Rostdan grant bilan top universitetga kira olishingizga? Xo'p, birinchidan men bilgandim, menga nega kerak o'sha o'qish, chet elda o'qish. Buni bilish uchun boshida men o'zimni sohamni o'rganishni boshladim, muhandislikni. Muhandislikni o'rgangandan keyin muhandislikdagi top professorlar, ekspertlar, ularni storylarini, ya'ni hikoyalarini o'qigandan keyin bildimki, menga ular qanaqa opportunitylar, imkoniyatlarni ishlatgan bo'lsa, demak menga ham shunaqa imkoniyatlar kerak. Birinchi navbatda shu tushunganman. Menda ya'ni juda ham katta istak bo'lgan. U istak emas, bu ehtiyoj bo'lgan chet elda o'qishga. Ya'ni shu ehtiyojim bo'lgandan keyin men tushunganman, top universitetda laboratoriyalar bor, top professorlar bilan ilmiy tadqiqotlarda ularga yordam berib ishlasa bo'ladi. Xolos ancha narsa, darslardan tashqari ham ancha narsa o'rgansa bo'ladi. Demak, shunchaki qolganlarga o'xshab xohish bo'lmagan, sizda ehtiyoj bo'lgan. Shunaqa. Va ehtiyoj bo'lgani uchun sizda ko'proq harakat qilishga ham motivatsiya, ham kuch topilgan. Shunaqa. Chet elda o'qishni xohlaganingizda siz Samarqanddamidingiz yoki Toshkentdamidingiz? Boshida Samarqandda edim. Nima sizni Toshkentga undadi? Chet elda endi demak men Samarqandda bo'lgan paytimda keyin qiziqishni boshlaganman. Chet elda o'qish qanaqa bo'ladi? Nechinchi sinflar endi?
u payt taxminan 8-9 sinflarimda bu payt ingliz tili, matematikani уже o'rganishni boshlagandim. Men keyin qidirishni boshlaganman. Qanday top universitetlarga kimlar kiradi, kimlar kiryapti, qanday kirish kerak, shularni izlashni boshlaganimda qarasam, ko'pchilik studentlar o'zini viloyatidan Toshkentga boryapti. Nimaga? Chunki u yerda imkoniyatlar ko'p. Birinchidan imkoniyatlar ko'p, ikkinchidan muhit ancha yaxshiroq. Masalan, men chiqqan maktabda muhit yaxshi edi, lekin top universitetga kiraman degan bolalar ko'p emas edi. Top universitetga kirishga bo'lgan muhit yo'q edi. Shunaqa. Va juda ham ko'plab bolalarni ko'rganman. Toshkentga kelib, ancha o'zini ustida ishlab, rivojlangan va top universitetga kirgan. Yaxshiroq muhit deganda ko'pchilik ota-onalar kuzatyapti. Qanaqa muhitni nazarda tutyapsiz aynan? Yaxshiroq muhit deganda tashqi dunyodan narsa kutmaydi-yu, o'zi harakat qiladigan, o'zi inisiativa bilan chiqadigan. Masalan, klublar ochadi har xil, birga bir kitob, masalan, kitob o'qiydi birga, kutubxonaga borib dars qiladi, SATga birga tayyorlanadi, IELTSga birga tayyorlanadi, top universitetlarga insho yozishda birga insho yozadi. Shuni yaxshi muhit deb o'ylayman. Demak, top universitetga kirishda nima kerak bo'lsa, klub ochish, SATga tayyorlanish, shunaqa narsalarni faqat o'zi emas, balki birga boshqa o'rtoqlar bilan birga qiladigan muhit yaxshiroq demoqchisiz. Albatta, masalan, bitta narsa aytaman. Newatda Candid Weekend degan event bor. U haqida yana gaplashamiz. O'sha event, ya'ni Newatni o'ziga boramiz. U yerda intervyu bo'ladi. Bu qabul qilinishdan oldingi jarayon. O'shanda borganimizda qiziq voqea bo'lgandi. Biz o'zbeklar o'zaro gaplashib turgandik, boshqa o'zbek student bilan. Keyin boshqalar kelib so'rashdi bizdan qaysi davlatdanligimizni. Biz aytdik O'zbekistondan. U ham aytdi, men ham O'zbekistondanman dedi. Keyin yana savol berdi. Sizlar bir-birlarini bilasizlarmi deb. Men hayron qoldim, chunki biz o'zi aytib bo'ldik-ku O'zbekistondanligimizni. U avtomatik bilish kerak edi O'zbekistondanligimizni da. Hayron bo'ldim. Keyin bilsam, masalan, Xitoyliklar, Hindistonliklar, ular ko'p kishi kelgan bitta davlatdan, 5 kishi, 6 kishi. Ular kelgandan keyin tanigan bir-birini. Bizda qanaqa bo'lgan? Uje biz borishdan oldin biz bitta Telegram guruh ochganmiz, Telegram guruh ochganmiz, bir-birimizni taniganmiz. Keyin oldinroq qabul qilingan bolalar bizga Zoom meeting qilib, bizga o'rgatdi, nimani kutish mumkin, intervyuga qanday tayyorlansa bo'ladi, qanaqa savollarni kutsa bo'ladi, shuni bizga o'rgatishdi. Keyin men o'shanda bildim, ya'ni u yerga borib, o'zimiz haqidan o'zimizni admission, shu universitetga topshirish muhiti haqida bitta narsa, zo'r bir narsa bildim. Universitetda tayyorlanishda boshqalar bilan birga ishlash, boshqalar bilan o'sha top universitetga tayyorlanayotgan bolalar bilan birga ishlash juda ham muhimligini o'sha yerga borib bildim. Nega desa, agar qarasangiz, o'sha top universitetga kirgan bolalarni agar qarasangiz, ko'pi yoki sinfdosh bo'ladi, yoki o'qituvchi student bo'ladi, bir-biriga yordam bergan bo'ladi. Ya'ni connection borda, hech kim alohida kirib qolmaganda. Chiqib qolmagan hech kim. Shunaqa, aloqa orqali. Masalan, top universitetga kirgan ko'p bolalarni men oldin ham tanirdim-da. Va hammada shunaqa. Hamma bir-birini tanirdi, chunki birga ular tayyorlanishardi. Endi nimaga bu muhimligini aytsam, o'sha yerga borganimda, Candid Weekendda ko'p bolalar, international studentlar, boshqa davlatdan kelgan bolalar, ular qimmat xususiy maktablarda o'qishgan. A-level, IB, AP qilishadi. Ularning muhit qanaqa? Ular maktabda juda ham qimmat school counselorlar bilan, juda ham qimmat o'qituvchilar bilan tayyorlanadi. Ularga muhit kerak emas, ularga boshqa bolalar kerak emas. Ular shunchaki yaxshi o'qisa, o'qituvchi aytgan narsani qilsa bo'ldi. Bizda lekin sal resurs kamroq, ko'p o'sha o'quvchilar public schooldan keladi. Ya'ni masalan sinfida ko'p top universitetga tayyorlanadigan bolalar yo'q-da. Demak, shunga resurs kamligi uchun biz hamma bor resurslardan qanaqa resurs bo'lsa ham foydalanishimiz kerak. Eng katta resurs bu human resource, ya'ni human resource deganda knowledge nazarda tutyapman, ya'ni bilimini, experience'ini ulashish kerak-da. Boshqa odamlar bilan birga qilganingizda resursdan foydalana olgan bo'lasiz. Shunaqa, ha. Qiziq. Nima deb o'ylaysiz? Sizda aynan ehtiyoj dedingiz. Ko'pchilikda masalan xohish bor, lekin ehtiyoj darajasiga olib chiqa olmaydi. Qanday qilib siz chet elda top universitetda grantni o'qishni ehtiyoj darajasiga olib chiqa oldingiz? Boya aytgandek, men bilganman, qaysi sohani o'qimoqchiman. Ya'ni menda qaysi sohani o'qimoqchisiz? Muhandislik. Muhandislik endi o'zim tushunaman, lekin ko'rayotgan ko'p ota-onalar, o'quvchilar uchun bu notanish soha bo'lishi mumkin. Muhandis deganda nima degani?
Inglizchasini aytsangiz ham masalan engineering deyishingiz mumkin, lekin engineering o'zi nima degani qisqacha tushuntirib bersangiz yaxshi bo'ladi. Muhandislik bu ilm fanni katta, juda ham katta sohasi. Muhandislikni o'zini ham bir qancha sohasi bor. Masalan, men mechanical engineering o'qiyman. Mexanika muhandisligi. Muhandislik bu ilm fanni jamiyatdagi muammolarni yechish yo'lida ishlatish. Masalan, ilm fan bor, fizika, kimyo, ular ko'proq ilmiy nazariy jihati bilan shug'ullanadi. Muhandislik esa o'sha ilmlarni amaliy jihati bilan shug'ullanib, hayotga tatbiqlab va jamiyatda keng tarqalishiga sabab bo'ladi. Masalan, deylik fizika o'qiyapman. Nazariyasini qila olaman. Hayotga tatbiq qilish deganda nimani aniqroq nazarda tutyapsiz? Qanday qilib tatbiq qilishadi? Masalan, meni sohamda mexanika muhandisligi nima bilan shug'ullanadi? Har qanday sodda qilib tushuntirsa, har qanday qimirlaydigan narsa bu mexanika muhandisligini sohasiga kiradi va bizda bitta fan bor, fluid dynamics degan, ya'ni oqimlarni o'rganish. Masalan, havo ham oqim. Bironta binoda baland binoni konditsioner sistemasi qilish kerak. Unda havo almashinuvini kontrol qilish kerak. Aynan o'sha fluid dynamics, ya'ni mechanical engineerlar havoni qanday almashtirish, qanday qilib sovutish, qanday qilib isitish, shular bilan shug'ullanadi. Demak, fiziklar havo kelayotganini bilsa, tezligini bilsa, nima qilsa havodan foydali, masalan, energiya olish mumkinligini bilsa, muhandislar buni haqiqiy hayotda rostdan energiyani olib beradigan insonlar. Xullas, bu muhandislik mana bunday desak bo'ladi, jamiyat bilan ilm fanni to'qnashgan joyida. Masalan, fiziklar ular odamlar va o'sha dunyoni anosi bilan bog'liqligi bilan o'rganishmaydi. Faqat dunyoni o'zini o'rganishadi. Material dunyoni o'zini o'rganishadi. Injenerlar esa odamlarga foyda beradigan va odamlar ishlatadigan narsalarni yasashadi. Mavzudan sal chetlashayotganga o'xshashi mumkin, lekin savol berishim kerak. Muhandislar kam pul topadi, muhandislarga ish yo'q degan nazariyalar bor. Bunga qanday qaraysiz? Bitirganingizdan keyin ish topolmayman deb o'ylamaysizmi? Yo'q, bu mutlaqo xato narsa. Chunki o'sha rivojlangan davlatlarda injenerlar aslida eng ko'p pul topadigan kasblardan, top 5 da eng ko'p pul, yiliga eng ko'p daromad topadiganlarning ichida 2-3tasi muhandislar bo'lsa kerak. Ya'ni muhandislar aslida juda ham ko'p pul topishadi. Nimaga desa, chunki muhandislar shug'ullanadigan ish, faoliyat turi juda ham qiyin. Ya'ni unga ko'p pul sarflanadi va unga ko'p vaqt sarflanadi. Masalan, software olsak, ya'ni kod programmirovание olsak, unda masalan bironta narsani invent qilib, ya'ni yaratib, uni test qilish juda ham kam vaqt oladi. Bironta material narsani injenerlar bironta narsa yasasa, uni test va jamiyatga tatbiq qilish uchun juda ham ko'p vaqt ketadi. Masalan, 10 yilgacha patent qilish uchun 10 yilgacha vaqt ketishi mumkin-da. Va uni keyin sotish uchun juda ham ko'p vaqt ketishi mumkin. Shuning uchun bu yerda juda ham ko'p pul aylanishi tufayli injenerlar aslida ko'p pul topadi. Masalan, men eshitgandim, Boeing kompaniyasi Singapurda bitta professor kichkina detal bilan shug'ullanadi-da. NUS degan universitetda, National University of Singapore. O'sha kichkina narsa bilan shug'ullanadi. Juda ham kichkina detal kerak bo'lgan Boeing kompaniyasiga, ya'ni samolyot ishlab chiqaradigan kompaniya, juda ham kichkina detal kerak bo'lgan. O'sha detalni takomillashtirish kerak bo'lgan. O'sha professor uchun NUS da, u injener professor. O'sha professor uchun NUS da butun boshli laboratoriya qurib berishgan. Bir necha million dollarga laboratoriya qurib berishgan va u bir necha yil davomida o'sha kichkina detalni yaxshilash uchun juda ham ko'p pul sarflangan va juda ham ko'p vaqt sarflangan. Bu degani o'sha professor va uning yordamchilari juda ham ko'p pul oladi shuning uchun. Masalan, Amerikada o'rtacha ish haqqi, hamma kasblarda o'rtacha ish haqqi $61,000 yiliga. Injenerlarda esa 91,000. Bu degani 50% ga balandroq degani. O'rtacha bu. Lekin qaysi universitetda o'qiganiga qarab, qanday o'qiganiga qarab, universitet davomida nimalar qilganiga qarab, u narsa ko'payishi mumkin. O'zbekistonda muhandislikni yaxshi o'rganib, bitirib katta daromad topsa bo'ladimi? Nima deb o'ylaysiz? Yo'q, yaqin 10-15 yilda buni iloji yo'q. Nimaligini tushuntirib beraman. O'zbekistonda yaxshi injiniring muhandislik ta'lim olish uchun
o'sha ta'lim ingliz tilida bo'lishi kerak. Chunki xalqaro standartlarga javob beradigan ta'lim ingliz tilida bo'ladi va aytaylik, birinchi kurs talaba O'zbekistonda injiniring o'qishga kirdi. U kalkulus, ya'ni oliy matematika, fizika, kimyoni universitet darajasida ingliz tilida o'qiy olishi kerak. Yaxshi ham o'qish kerak shart emas. U o'qishi kerak, shunchaki o'qiy olishi kerak. Lekin hozirgi zamonda shunaqa bo'lyaptiki, ko'p talabalar shunga ham qiynalishyapti O'zbekistonda. Men bilaman, o'rtoqlarim bor. 1500 SAT'si bo'lsa ham, IELTS 8 bo'lsa ham, ko'p kurslarni fail qilgan, ya'ni kurslarni fail qilgan, o'qiy olmagan, darslarni o'qiy olmagan. Endi bitta narsani yana aytib o'tish kerak. Yaxshi injener bo'lish uchun faqat o'qishni o'zi yetmaydi. O'qishdan tashqari research qilish kerak, ya'ni tadqiqot olib borish kerak, har xil proyektlarda ishlash kerak, internship qilish kerak, qayerdadir katta kompaniyalarda amaliyot qilish kerak. Endi aytaylik, o'qish qiyin bo'lgan joyda, ya'ni o'qishni ham o'ziga vaqt yetmayapti, kuch ham yetmayapti. Endi qanday qilib ular o'sha laboratoriyada ishlasin, katta kompaniyada ishlasin. Endi aytaylik, o'qishni ham yaxshi qildi deylik. Endi qayerdadir ishlamoqchi, qayerdadir amaliyot o'tkazmoqchi, lekin bunaqa joylar juda ham kam. Qayerdadir o'zini sohasi bo'yicha amaliyot ishlayman desa, bu juda ham qiyin. O'zbekistonda extracurricular activity, ya'ni darsdan tashqari qanaqadir o'zini sohasida nimadir qilish, professional o'sish juda ham qiyin. Siz universitetga topshirishingizda albatta ko'p darsdan tashqari mashg'ulotlar bilan ham shug'ullangansiz, shu jumladan muhandislik sohasida ham. Universitetda o'qiydiganlar darsdan tashqari mashg'ulotlar topishga qiynalayotgan bo'lsa, siz qanday topgansiz? Xo'p, muhandislikda rostdan ham juda ham qiyin darsdan tashqari mashg'ulot topish. Men o'zim yaratganman. O'zimni darsdan tashqari mashg'ulotlarimni o'zim yaratganman. Chunki birinchi o'rinda men sezganman, juda ham ko'plab bo'shliqlar bor muhandislik sohasida va o'sha bo'shliqlarni to'ldirish uchun men o'zim yaratganman. Xo'p, qanday bo'lgan? Men birinchi o'zim o'rganganman, muhandislik sohasini o'rganganman va keyinchalik qanaqadir muammoni yechishga harakat qilganman. Eng birinchi darsdan tashqari mashg'ulotim bu robototexnikadan dars berish. Men robototexnikani o'rganishni boshladim. O'rganishni boshlayotganimda ko'p o'quv markazlari almashtirdim. O'quv markazlari tanlayotganda bitta juda katta muammoni sezdim robototexnika o'rganishda. Ko'pchilik aynan shu muammoni deb robototexnika bu faqat bolalar uchun deb o'ylashadi. Xo'p, nima bo'ladi? Ko'p robototexnika o'quv markazlarida asosan bolalar qatnashadi va ularga Legodan robot yasashni o'rgatishadi. Endi bolalar bilishmaydi-ku, robototexnika yana qanaqa imkoniyatlar bor. Ular ham xursand bo'ladi, chunki Legodan nimadir yasa olyapti, qanaqadir mashinchalar, vertolyotlar yasayapti. O'qituvchilar ham xursand, chunki o'quvchilar xursand va ularning ota-onasi xursand. Hech kim bu yerda qanaqadir muammo borligini sezmaydi. Lekin aslida robototexnikada juda ham qiyinroq loyihalar qilsa bo'ladi, juda ham qiyinroq narsalar bilan shug'ullansa bo'ladi. Masalan, Arduino va har xil robotlar yasasa bo'ladi, dronlar yasasa bo'ladi. Shu narsa ko'p o'quv markazlarida o'rgatilmaydi. Keyinchalik men o'quv markazida o'qish xatoligini tushunganman. Endi yaxshi o'quv markazlari ham bor, lekin ko'pchiligi Toshkentda ham har qanday joyda asosan bolalarga o'rgatishadi. Men YouTubedan o'zim o'rganganman, keyin robototexnikani chuqurroq o'rganganman. Undan keyin men o'zim programma yasaganman. Robototexnikani o'qitish bo'yicha o'zim programma yasaganman YouTubedan o'rganganlarimdan va Samarqandga borib dars berganman robototexnikani. Aynan shu muammoni yechish uchun. Demak, men shu yo'lda birinchi navbatda o'zim o'rgandim robototexnikani. Keyin qanaqadir muammo sezdim va u muammoni yechishga harakat qildim. Demak, to'g'ri, resurslar kam maktab bolalari uchun muhandislikda qanaqadir darslardan tashqari mashg'ulot qilish uchun, lekin o'zlari ham yaratsa bo'ladi. Ya'ni resurs kamligi ham qanaqadir ularning foydasiga ishlashi mumkin. Resurs kammi? Demak, resursni yaratish kerak. Keyingi mashg'ulotim tadqiqot olib borganman. Tadqiqotimning mavzusi Sardoba dambasi bo'yicha. Ya'ni Sardoba dambasini o'rganmoqchi bo'lganman. Qanaqa bo'lgan? Xo'p, Sardoba dambasi 2017-yil qurilgan, lekin 3 yilda o'sha suv bosib ketgan, ya'ni devorlar qo'porilib ketgan. Keyin rasmiy bayonotlarda aytishganki, bu o'sha quruvchilarning aybi deyishgan. Lekin ko'proq izlanib o'rgangandan keyin shuni tushundimki, damba qurish bo'yicha normalar bor O'zbekistonda, ya'ni qonun-qoidalar, qanaqa qilib standartlar, qurilish standartlari. O'shani qarasam, Sardoba dambasi 98-yil chiqqan standartlar bo'yicha qurilgan. Ya'ni orada 20 yil farq bor. Keyin masalan Kanadada, Amerikada qarasam,
har 4-5 yilda yangilanadi standartlar. Joyni o'ziga moslash uchun, ko'proq moslash uchun va yangi innovatsiyalar, yangi narsalarni qo'shish uchun yangilanadi. Bizda 20 yil davomida yangilanmagan. Keyin meni gipotezam shu bo'lganki, juda ham eski qurilish standartlari tufayli Sardoba dambasi shunaqa falokatga uchragan. Aynan shu nuqtasida meni tadqiqotim to'xtagan. Nimaga desa, chunki Sardoba dambasini o'sha loyihasini ko'p hujjatlari ommaga ochiqlanmaydi. Va aynan shu tadqiqot qilishda juda ham katta muammo O'zbekistonda. Ya'ni data transparency deydi. Ma'lumotlar shaffofligi. Ma'lumotlar shaffof emas yoki ommaga taqdim etilmaydi. Bu degani nafaqat maktab o'quvchilari, balki top professorlar, kuchli professorlar ham shu muammoga duch kelishadi. Shuning uchun O'zbekistonga kuchli professorlar ba'zida kelishmaydi. Chunki aslida professorlarning asosiy ishi bu tadqiqot olib borish. Qanaqadir sohaga yangilik kiritish va dars ham berishadi o'sha tadqiqotlari bo'yicha. Meni shu tadqiqotim to'xtab qolgan, ya'ni fail bo'lgan. Omaslikka uchragan, lekin shu omaslikka uchragani ham meni foydamga borgan. Nimaga desa, men chunki aytganman, universitet topshirayotganda, men bu tadqiqotim omaslikka uchragan. Nimaga? Chunki meni anu emas, kuchsizligimdan emas. Bu tizimda shunaqa juda ham katta muammo borligidan. Va ana shu tadqiqotim orqali ana shu muammoni men tushunib yetganman va agar universitetda o'qisam, chet elda o'qisam, shu muammoni yechishga harakat qilaman degan istakni bildirganman. Bu degani men ana shu ikkita joyda tashqaridan qarasa resurs kam. Lekin shu resurs kamligini o'zini foydasiga ishlatsa bo'ladi. To'g'ri aytyapsiz. Ko'pchilik o'ylaydi, top universitetga borgandan keyin o'qituvchilar zo'r o'rgatadi. Miyamga quyib qo'yadi, suv quyganday bo'ladi deb o'ylaydi, lekin 1 yil universitetda, top universitetda o'qib tushundimki, unaqa emas. Professorlarga qiziq emas, o'rganyapmanmi yoki yo'qmi, ular tadqiqoti muhim ular uchun. Ular o'zlarini qiziqtiradigan savollariga javob topishmoqchi. Dars o'tish endi oylik olish uchun qiziqishga, albatta ba'zilariga yoqadi, lekin ya'ni top universitetlarda professorlarda qiladigan eng muhim ishi bu dars o'tish emas. Shuning uchun top universitetga borayotganda ko'pchilik kutmasligi kerak. Meni miyamga suv quyib qo'yishadi. Suvdek bilimni qo'yib qo'yishadi. O'zlari o'rganish kerak va buning uchun siz aytganingizdek oldin o'rganishni boshlash kerak. Muhandislikka qiziqsa, oldin muhandislikka qiziqaman, shunaqa kurslarda olganman, kerak bo'lsa boshqalarga dars o'tganman. Universitetga borganimdan keyin ham menga hech kim masalan O'zbekistondaqa kelib, "Uyamda uyga vazifani qil, darsda o'qi, darsga kir" deb turish shart emas. O'zim qiziqqanimcha o'qib keta olaman. Ha, ya'ni u bola o'sha top universitetlarga studentlar, ular bilishadi nimalar ularga kerak, qanaqa bilimlar kerak. Ular chunki universitetgacha ham ancha narsa o'rganishgan va ular bilishadi nimani o'rganish kerak. Universitetga borganda shunchaki o'sha imkoniyatlarni ishlatishadi. Lekin ular hech qachon men nimani o'qishni bilmayman, nima qilishni bilmayman degan qarash bilan bormaydi. Murod, NUATga kirishingizda eng katta rollardan biri bu sizning maktabingiz bo'lgan, chunki sizga sharoitlarni yaratib bergan. Siz Sodiq School'da o'qigansiz, adashmasam. Albatta, Sodiq School'dagi o'zingizning tajribangiz haqida gapirib bera olasizmi? Ha. Men 9-sinfda o'sha o'qiyotganimda men sezganman, Toshkentga borishim kerak va qidirishni boshladim. Qayerda, qaysi xususiy maktabda bolalarni qo'llab-quvvatlashadi top universitetga kirishida. Darsdan tashqari mashg'ulotlar bilan qo'llab-quvvatlashadi. Aynan shuning uchun men Sodiq School'ga borganman. Chunki ularni missiyasi aynan shu bo'lgan, o'quvchilarni qo'llab-quvvatlash va shunaqa muhitni yaratish. U yerga borganimda bolalar juda ham kuchli bo'lgan. Boshida menda imposter sindrom degan narsa bo'lgan. Kuchli deganda nimani nazarda tutyapsiz? Xo'p, borganman. Ular nafaqat o'qishadi. Ular nimadir yaratishga harakat qilishadi. Qanaqadir muammolarni yechishga harakat qilishadi. Shunday borganimdan birinchi haftadan bolalar yig'ilishdi. Kelinglar deyishdi. Klublar yaratamiz deyishdi. To'garaklar. Ya'ni o'quvchilarning o'zi boshqa o'quvchilarga yordam beradigan, dars o'tadigan to'garaklar yaratishdi. Masalan, debate clublar, SAT club. Men shaxsan boshida menga aytishgan, sen SATda yaxshisan va SATdan boshqa o'quvchilarga yordam berishing mumkin. Deyishgan, men shunda o'zimni klubimga asos solganman, SAT club. Va boshqa masalan koreys tili bo'yicha klublar, hattoki birga o'ynaydigan klublar ham bo'lgan. Mafiya o'ynashgan, har xil board games o'ynashgan, stol o'yinlari. Ya'ni muhit shunaqa bo'lganki, bolalar bir-biriga yordam beradi, bir-birini o'sishiga yordam beradi va maktab tomonidan ham bu ancha ko'p rag'batlantirilgan. Masalan, klublarning egalari ba'zan oylik olishgan yoki klublarga qanaqadir moliyaviy yordam kerak bo'lsa,
shuni ham shu bo'yicha ham yordam berishgan. Va keyingi misol aytsak bo'ladi. Jurnal chop etganmiz. O'zbek tilida maktabda jurnal chop etganmiz. Shu bo'yicha ham yordam berishgan. Bizga Moliyaviy tomondanmi? moliyaviy tomondan ham va barcha tomondan. Moliyaviy tomondan bizga o'sha tahririyat topib berishgan, chop etish uchun ko'p nusxada. Keyin o'sha jurnalni o'sha maktab bo'yicha ommalashtirishda ham ancha yordam berishgan. Xullas, muhit shunaqa bo'lganki, nafaqat darslar ham a'lo darajada o'tiladi va boshqa tomondan darsdan tashqari hayot juda ham qizg'in bo'lgan, juda ham maktab tomonidan qo'llab-quvvatlov bo'lgan. O'quvchilar ham bir-birini qo'llab-quvvatlashgan. Ko'pchilik ota-onalar marketingga o'tishyapti. Masalan, bizda IELTS ga yaxshi o'rgatishadi, bizga kompyuterga yaxshi o'rgatishadi, programmirование yoki bizda shunaqa narsalar yaxshi o'rgatiladi desa, demak, bu maktabga borishimiz kerak degan g'oya bo'ladi. Lekin ota-onalar kuzatayotgan bo'lsa, xohlardimki, ular shunaqa narsalarga aynan e'tibor berishi. Darsdan tashqari nima bilan shug'ullanadi? Darsdan tashqari shunchaki maktab yordam bergani uchun shuni qilinglar deb turib sharoit yaratib bergani uchunmi yoki ham maktab sharoit yaratib bergani uchun va ham o'quvchilar qiziqqani uchunmi? Chunki ko'p maktablarda, ko'p ayniqsa xususiy maktablarda reklamada zo'r qilib ko'rsatishadi, bizda to'garaklar bor deb, lekin u shunchaki maktab ochib qo'ygan bo'ladi marketing uchun. Lekin sizda nima bo'lgan? Sodiq School'da ham maktab sharoit yaratib bergan, shunday klublar ochishinglar mumkin, shunaqa xonani ajratib beramiz va ham o'quvchilardan ham qiziqish bo'lgan. Shunday. Va bunaqa madaniyatni yaratishga vaqt ketadi va unga alohida e'tibor berish kerak. Ko'p xususiy maktablarda ko'ramiz, SAT o'qitamiz deydi, lekin e'tibor bersangiz, hop SAT o'qitarkansiz. SAT o'qitgandan keyin nima bo'ladi? SAT dan yaxshi baho olish kerak. SAT dan yaxshi baho olgandan keyin albatta qaysidir top universitetga kirgan bo'lish kerak. Lekin top universitetda vakili bo'lmaydi, top universitetda o'quvchisi bo'lmaydi. Shunaqa. Bu degani sistema top universitetga rostdan kirgizish uchun bolani intellektual va darsdan tashqari mashg'ulotlar orqali rostdan rivojlantirish uchun emas, shunchaki ota-onalar uchun yuzaki qo'yilgan sistema bo'ladi. Shunga xususiy maktabda men o'ylaymanki, eng asosiy narsa bu bolalarni qiziqtirish va o'sha qiziqishiga javob beradigan tizim yaratish. Ya'ni bu nima degani? Ularga ko'proq erkinlik berish. Endi erkinlikni o'z chegarasi bor, lekin qanaqa qiziqishi bo'lsa, unga erkinlik berish kerak. Masalan, biz zakovatga borardik, musobaqalarda qatnashardik. Biz uchun alohida trenerlar qilib berishgan va alohida darslar qilib berishgan zakovatga tayyorlanish uchun. Keyin biz respublika bosqichiga borganmiz va har hafta zakovatga borishimiz uchun darslardan ham oziq qilishardi. Xullas, bizga agar sen qiziqasanmi, rostdan ham foydali narsaga qiziqyapsanmi, demak senga erkinlik beramiz deyishgan. Shu faqat erkinlikni yomon narsalarga yoki vaqtingni bo'sh o'tkazishga sarflamasang bo'ldi. Lekin bu degani xususiy maktabga o'tkazib, SAT bilan faqat SAT va IELTS ga tayyorgarlik ko'rasiz, xohlasangiz olimpiadaga tayyorgarlik ko'rasiz, universitetga bemalol tayyorgarlik ko'rishingiz mumkin, darslarga kirishingiz shart emas degan g'oya ham noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki Albatta. o'zimda ayniqsa yosh topshirayotgan shunaqa g'oya bo'lgan, faqat SAT o'qisamda degan g'oya bo'lgan, lekin universitetga borib tushundimki, faqat SAT o'qimaganimda hayot zo'r bo'lardi. Nimaga? Chunki universitet litseyda fizika o'rganish mumkin, matematika o'rganish mumkin. Va fizika va matematikaga o'xshagan fanlarni yaxshi o'rganganimda hozir universitetda o'zimga yoqadigan kurslarda olishim mumkin. O'zimga yoqadigan bilimlarni o'rganishim mumkin. Masalan, bizda universitetimizda Xitoyda o'zini Nobel mukofoti bor. Ya'ni eng kuchli olimlarga $1 million beradi. Va ko'rsatadi. Siz eng kuchli olimsiz deb turadi. Butun Xitoyda aylantiradi. Shunaqa ustozlarimiz, shunaqa professorlarimiz bor. Ularni kurslarini olishi mumkin bo'lar edi agar litseyda matematika va fizikani yaxshi o'qiganda. Lekin litseyda nima o'qiganmiz? Lekin litseyda afsuski CQBT, qanaqa kiyinish, galstuk taqishda o'qiganmiz. Mayli. Unisi muhim emas, aytmoqchi bo'lganim, maktabda eng muhim narsalardan biri bu muhit va muhit shunchaki o'zidan o'zi shakllanib qolgan emas, iloji boricha administratsiya tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan, masalan, zakovatga boradigan bo'lsang, qiziq, yut, biz senga yordam beramiz, boshqa viloyatga borib kelishi mumkin, moddiy masalan. Va bu boshlanishi, bu yetarli emas. Ko'p maktablarda shuni to'xtab qoladi. Studentlarda, ya'ni o'quvchilarda o'zidan ham addacha, ya'ni o'zlaridan xohish bo'lish kerak, o'zlari qiziqib borish kerak. Yana xususiy maktab agar muhit yaxshi bo'lsa, qanday bo'lsa bo'ladi? Xususiy maktabda o'quvchilar bir-biriga prioritet qo'yishga yordam beradi. Va aytganingizdek, xususiy maktabda yoki umuman maktab davrida o'quvchi faqat SAT ga yoki faqat IELTS ga vaqt ajratish kerak emas. Maktabning boshida biz bir necha sinfdoshlarimizdan yig'ilib faqat SAT ga tayyorlanardik
keyin bilsak nimadir xato ketyapti. Va aynan shunaqa muhit bo'lgani uchun biz sezganmiz, nimadir xato qilyapmiz. Balki faqat estetika vaqt sarflamasdan boshqa narsalarga vaqt sarflash kerak. Hattoki shunaqa vaziyat bo'lgan, shunaqa vaziyatga chiqqanmiz. Fizika darslari shunaqa qiziq bo'lganki, biz yana ko'proq dars qo'yib berishlarini so'raganmiz. Har xil, masalan, robototexnika dars kerak bo'lsa, bizga boshqa universitetlar bilan hamkorlik qilib, robototexnika darslarni qo'yib berishgan. Xullas, shu prioritet qo'yishga ham muhit yordam beradi xususiy maktabda. Lekin bu degani albatta xususiy maktabda o'qish kerak degani emas. Yo'q. Oddiy maktablarda ham o'qisa bo'ladi. Shunchaki xususiy maktabda sizga beradigan yordami, ya'ni qo'llab-quvvatlash balandroq bo'ladi. Va bilishim bo'yicha siz pul berib o'qimagansiz, unaqa boy oilada emassiz. Siz adashmasam scholarship, ya'ni grantda o'qigansiz. Shu haqida ham qisqacha aytib bera olasizmi? Ha, 2 yil davomida men pul to'lamay o'qiganman. Grantda o'qiganman. Buning sababi o'sha maktabimizda agar o'quvchi yaxshi bo'lsa, intiladigan, yaxshi o'qiydigan. Yaxshi degani endi nima degani, ya'ni men yaxshiman deb turib borsam grant berishadimi shunda? Yo'q. Bizda bir necha bosqichli imtihon bo'lgan. Birinchi bosqichda ingliz tili va matematikadan imtihon bo'lgan. O'shandan o'tgandan keyin suhbat bo'ladi. Bir necha o'qituvchilar, maktab direktori bilan suhbat bo'lgan. O'sha suhbatda o'quvchining maqsadlari, nimaga qiziqadi, nima agar masalan grant olsa, maktabga qanday foyda keltiradi. Maktabni chunki o'quvchilardan ham kutishadi qanaqadir foyda berishga. Aynan shu suhbatdan o'tgandan keyin menga grant berishgan, menga ishonch bildirishgan. Shu 2 yildan keyin 2 yil davomida har xil klublar tashkil qildik, musobaqalarda qatnashdik va boshqa extracurricular activity, darsdan tashqari narsalarda qatnashdik va o'ylaymanki, ishonchni oqladik deb umid qilaman. Shu ya'ni bizga ishonch bildirishganda, ya'ni scholarship bu ishonch bildirish, ya'ni faqat o'quvchi intiluvchan bo'lsa, unga resurs kerak bo'lsa, qanaqadir biz o'sha resursni beramiz deb tayyor bo'lishgan. Assalomu alaykum, sizlar bilan Murod. Podkast davomida yaxshi insightlar olyapsizlar degan umiddaman. Mana bizda hozir o'qishlar boshlandi va men Abu Dabidaman. Hozir bizda imtihonlar haftasi. Havo ancha yaxshilangani uchun kutubxonada dars qilgandan keyin sayr qilishga chiqdim. Bizda sharoitlar juda ham yaxshi, sifatli ta'lim, top professorlar, har xil davlatdan kelgan talabalar, hattoki ovqat, turar joy, hammasi bor. Hamma sharoitlar yaratilgan. Umuman olganda talabaning har tomonlama jismonan, aqlan rivojlanishiga juda ham katta e'tibor berishadi. Bu yerga kirishimda Levsha menga juda ham katta yordam bergan. O'tgan yili 2 oylik intensiv essay programida qatnashganman va shu essay programda inshoolarimni a'lo darajaga olib chiqishga muvaffaq bo'lganman. Agar siz ham shunaqa top universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz, Levshaning 2-chi essay programiga qo'shiling. Hozir qabul ochiq va keyingi yil NYU Abu Dabida ko'rishguncha. Xo'p, endi keling universitetga topshirish jarayonini o'zi haqida gaplashamiz. Sizda IELTS yaxshi bo'lgan, ya'ni birinchi yil topshirganingizda SAT ham yaxshi bo'lgan, lekin birinchi yil afsuski kirmagansiz. Birinchi marta top universitetga topshirish tajribangiz haqida gapirib bera olasizmi? Ha, birinchi yil va ikkinchi yil men xullas gap year olganman. Birinchi yil topshirganimda universitetga kira olmaganman va gap year olib ikkinchi yil topshirganman. Ana shu birinchi va ikkinchi yil topshirganim juda ham katta farq qiladi. Birinchi yilda menda IELTS yaxshi bo'lgan, SAT yaxshi bo'lgan. Necha bo'lgan? IELTSim 7.5 bo'lgan, SAT 1540 bo'lgan. Men o'ylaganmanki, shular bilan kira olaman deb o'ylaganman. Keyin insho yozish kerak bo'lganini sezganman va darsdan tashqari mashg'ulotlar qilish kerakligini sezgan bo'lganman. Ular menda juda ham ko'p bo'lmagan. Va men hattoki soham ham aniq bo'lmagan. Aynan gap year davomida sohamni chuqurroq o'rganib, darsdan tashqari mashg'ulotlar qilib, insholarning ustida ishlaganman. Demak, birinchi yil topshirganimda eng katta qilgan xatoyim insholarga ko'p e'tibor bermaslik. Ya'ni qanday e'tibor bermaslik? Men bilmaganman nimani xohlashimni. Chunki universitetdan yoki hayotdan yoki umuman universitetdan va men universitetga nima berishimni bilmaganman. Bu juda ham muhim narsa. Chunki insho yozayotganda aynan shuni ko'rsatib berish kerak. Ya'ni chunki ular talaba olyapti, o'quvchi olyapti. Demak, o'sha talaba javob bera oladimi ularning talablariga yoki o'sha talabaga nima kerak o'zi? Qanaqa o'quv kerak? Qanaqa o'quv tizimi kerak? Qanaqa ta'lim kerak? Men shuni bilmaganman. Men o'ylaganmanki, menda SAT bor, IELTS bor. Demak, top universitetda o'qishga haqliman deb. Juda ham ko'p o'quvchilar yozadi. Menda IELTSim 8, SATdan 1500 dan baland olganman.
o'zim topshirsam kirsam kerak deb o'ylashadi. Yo'q, bu juda ham katta xato. Chunki insholar va darslardan tashqari mashg'ulotlar SAT dan ham, IELTS dan ham ancha muhimroq. Ular chunki ko'rsatib beradi. Biz shunchaki akademik, ya'ni testlarga tayyorlanadigan odam emasmiz. Biz nimalarga qiziqamiz, qanaqadir muammolarni yechmoqchimiz. Juda ham katta ambitsiyalarimiz bor, juda ham katta maqsadlarimiz bor. Shuni ko'rsatib berish kerak. Faqatgina IELTS va SAT bilan buni ko'rsatib bo'lmaydi. Demak, insholar juda ham muhim va ularga ko'proq e'tibor berish kerak. IELTS 8, SAT 1540 bilan topshirdingiz va shunday bo'lsa ham top universitetga grant bilan kira olmadingiz birinchi yil. Shunday. Ikkinchi yil esa grant bilan kirdingiz. 2 yil topshirganingizda nima farq bor edi? O'sha gap year davomida men o'zimni ko'proq o'rgandim va sohamni ko'proq o'rgandim va universitetdan nima kerakligini, nima o'qishim kerakligini ko'proq o'rgandim. Faqat shunga sarfladim. IELTS ga ham tayyorlanmadim, SAT ga ham tayyorlanmadim. Faqatgina sohamni o'rganishga va o'zimni istaklarimni o'rganishga sarfladim. Buning uchun men ko'p insho yozdim, juda ham ko'p kitob o'qidim, juda ham ko'p mashg'ulotlarda qatnashdim. Ya'ni asosiy farq shu. Qanday gap year davomida aynan aniqroq nima qildingiz? Chunki ko'pchilik ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Hozir ko'rmasa ham, masalan, yangi application season boshlandi. Bu yil kira olmaydiganlar bor yoki o'tgan yil kira olmaganlar bor. Masalan, qisqa vaqt qoldi. Shu vaqt ichida siz nima qilgansiz? Birinchi o'rinda maktabni shunday tugatishdan oldin men aniq o'zimga maqsad qildim. Gap yearda nima qilmoqchiman va maqsadlarimni 3 qismga bo'ldim. Va kun tartibim ham, haftam ham shu 3 ta narsaga ketdi. Birinchisi kitob o'qish, soham haqida, ya'ni umumiy bilimlar haqida. Ikkinchi qilgan narsam bu insholarga tayyorlanish. Kunlarimni ko'p qismi faqat insho yozish bilan ketardi. Uchinchisi esa darsdan tashqari mashg'ulotlar. O'sha aytganimdek robototexnikadan dars berganman va ikkinchi qilgan ishim ilmiy laboratoriyada amaliyot o'taganman. Nuclear Lab, yadroviy laboratoriyada Samarqand davlat universitetini qoshida Nuclear Lab bor, yadroviy laboratoriya. O'shanda amaliyot o'tganman va o'shanda ilm-fan o'zi qanday, ya'ni amalda qanday bo'ladi? Chunki kitoblarda u nazariy ma'lumot, amalda qanday bo'ladi? Amalda nima qilish? O'zi oldinda masalan keldi, ertalabdan kechgacha nima qiladi? O'shani o'z ko'zim bilan ko'rib, o'zim qilib ko'rganman. Masalan, Einstein Nobel mukofoti olgan, photoelectric effect degan hodisa bor fizikada. O'shani tushuntirib bergani uchun 2 varoq tadqiqot ishi yozgani uchun Nobel mukofoti olgan. O'shani men o'zim qilib ko'rganman. Ya'ni Einstein 100 yil oldin qilib Nobel mukofoti olgan narsani men o'zim 4 soatda qilganman. Laboratoriyada. O'sha yadroviy laboratoriyada shuni qilib ko'rganman. Va o'shanda men tushunib yetganmanki, demak, men rostdan ham o'rganyapman haqiqiy narsani. Chunki Feynmanning kitoblarini o'qiyapman, Einstein qilgan ishlarni qilyapman. Demak, endi men bilaman. Men chet elga borib, shu top professorlar qilayotgan tadqiqotlarni, u endi Einstein 100 yil oldin. Endi hozirgi Einsteinlar kim? Hozirgi Richard Feynmanlar kim? O'shalar bilan ishlamoqchiman. O'shalarning laboratoriyasida ishlamoqchiman. Menga shu kerakligini keyin bilganman gap yearda. Ya'ni aynan o'sha gap year davomida o'sha top universitetda o'qish men uchun istak bo'lmagan. Menda ehtiyojga aylangan. Men bilganman nimaga men o'qimoqchiman va o'qib turib nima qilmoqchiligimni o'sha yerda anglaganman. Murod, birinchi yil topshirganingizda insholarga qiynalganman degandingiz. Ikkinchi yil topshirganingizda qanday qilib insholarni yaxshi yozdingiz? Xo'p, birinchi yil insholarimni hech kimga tekshirtirmaganman. Hech kim o'sha insholarni o'qimagan. Va ikkinchi yil ham shu xatoni qilishimga juda ham yaqin qo'ygan. Nima bo'lgan? Sentyabrdan oktyabrgacha o'zim tayyorlanishni boshlaganman. Hech kimga essayimni o'qitirmaganman. Keyin deadline yaqinlashtirganda men o'ylaganmanki, essaylarim zo'r chiqdi. Endi biron kimga ko'rsatib, o'sha zo'rligini men eshitishim kerak ulardan. Validate qilish. Self validation. Prosta shunchaki self validation olish uchun essayni tashlaganman. Sizga tashlab berganman. Keyin o'qiganingizda bir kun qolgan. Ya'ni topshirishga bir kun qolganda o'qiganingizda tayyorsiz, hamma yoq tayyor application. Hamma narsa tayyor deb o'ylaganman. Insholar tayyor, o'qituvchilardan recommendation letterlar olib bo'lganman. Hamma narsa tayyor, IELTS tayyor, SAT tayyor. Bitta shu inshoni tekshirish qolgan joyda sizga tashlab berganman. Keyin 15 minutda shunda o'qib turib, "Yo, bo'lmaydi, essaying, bilmayman nega topshiryapsan" degansiz. Menga juda ham yuzimga tarsagidek bo'lgan. Chunki men shuncha oy davomida o'ylaganmanki, essaylarim yaxshi chiqyapti deb o'ylaganman. Siz aytgansiz, keyin ED1
deadline'da topshirayotgandim. Easy one bu ertaroq keladi, 1-noyabr. Keyin regular decision keladi. U 1-yanvar deadline. Ya'ni ikkita vaqtda topshirsa bo'ladi. Niyatga o'sha insholarni topshirmoqchi edim. Vohli. Vaqtli, easy one da topshirmoqchi edim. Lekin essaylarim yomonligini bilib, topshirmaslikka qaror qildim. Bir kun juda ham tushkunlikka tushdim. Juda ham ko'p o'yladim, xato qilganimni, shuncha ko'p vaqt sarflaganimni sezdim. Keyin o'shanda sezdimki, kimdir bilan ishlashim kerak. Ya'ni o'sha biladigan, insholarni biladigan, insho yozish, qanday o'sha yaxshi insho yozish, qanday o'sha admission officerlarga yaxshi storytelling qilishni biladigan odam bilan ishlashim kerakligini sezganman. Endi hattoki Samarqanddan ham 9-sinfligimdan sizni kuzatib boraman. Telegram kanalingizni va masalan essay deganda, insho yozish deganda birinchi o'rinda siz xayolga kelasiz. Keyin va yana sizga murojaat qilganman. Shu men tayyorlanishim kerak, 2 oy qolgan. Endi o'sha paytda sizdan ham shunaqa moment kelgan. Shuncha yil essay o'rgandim, qanday insho yozishni. Endi boshqalarga yordam beraman deb birinchi essay programmingizni ochgandingiz. Adashmasam 8 yoki 9 kishi bilan boshlagandingiz. Ya'ni faqatgina inshoga fokus qiladigan, SAT emas, IELTS emas, uje admission, ya'ni qanday ishlashni biladigan bolalar bilan SAT'si bor, IELTS bor, darsdan tashqari mashg'ulotlar bor. Endi essayga fokus qiladigan programma ochgandingiz. O'shanda birinchilardan qo'shilgandim. Ya'ni essay programmamizning birinchi o'quvchisiman. 2 oy davomida intensiv ishladik. Shu esimda kuniga 3 ta deadline bor edi. Bitta 2 tunda 2 da, keyin 10 da, 10 ertalab, keyin 4 obeddan keyingi 3 ta uyga vazifa borardi. Har kuni masalan 1-2 kunda bir necha haftalik ishni qilardik-da. Men o'zim o'sha sentyabrdan oktyabrga tayyorlanganimda bir necha hafta qiladigan ishimni bir necha kunda qilganman. Essay programma davomida. Birinchidan, ya'ni intensiv bo'lgan, juda ham tezlashgan proses. Endi to'g'ri uyqum buzilgan, masalan, bir haftaning ichida shunaqa vaziyat bo'lganki, 24 soatning ichida ham uxlagan paytim bo'lgan, ham o'sha uyg'oq paytim bo'lganda. Ba'zan 3 am da, 3 ertalabda essay yozayotgan bo'lganman yoki ba'zan 4 da sal dam olish uchun uxlayotgan paytim bo'lgan. Juda ham intensiv bo'lgan, vaqt juda ham barakali o'tgan. O'sha 2 oy davomida insho yozishga birinchi o'sha vazifalar bergandingiz, qanday qilib yaxshi insho yozish. Ikkinchi qismida esa o'zimizni storyimizni, o'zimizni hikoyamizni qanday qilib yetkazish ustida ishlaganmiz. Va o'ylaymanki, shu jarayon juda ham muhim bo'lgan. Shuncha yillik tayyorgarlikni oxirida finalize qilish uchun juda ham kerakli tajriba bo'lgan. Menda masalan essay program davomida yoqqan narsa nafaqat o'zimiz insho yozganmiz, balki buyuk yozuvchilarni asarlarini o'rganib chiqqanmiz. Ham kontentini, ham yozish uslubini. Chekhov, Dostoyevskiy, masalan Dostoyevskiy kitobini 1-2 kunda adashmasam tugatgandik. Chekhovlarni asarlarini o'qirdik, Dostoyevskiy, Tolstoy, Platoni falsafa bo'yicha ishlarini o'qigandik. Hattoki shunaqa men hali ham esimda o'sha vazifa. Platoni Sokrat haqida yozgan asarini o'qigandik. Keyin aytgandingiz, endi xohlagan insonni tanlaysizlar. O'zingizlarga sohangizda ekspert odam tanlaysizlar-ku, shu uslubda yozasizlar degan vazifa bor edi. Men Richard Feynmanni tanlagandim va Richard Feynman haqida ham, o'sha o'zimning soham haqida ham ancha narsa o'rganganman. Yozish jarayonida ancha narsa o'rganganman. Keyin vazifalar qanaqadir noodatiy bo'lardi. Boshida hayron qolardim. Nimaga bu vazifa berilyapti? Esimda darsda 1 minut davomida, 1 daqiqa davomida hammani kuldirish kerak edi. O'sha kichkina hikoya aytib hammani kuldirish kerak edi. O'shanda hech kim kuldira olmagandi. Lekin boshqa paytlarda masalan o'sha bolalar bir-birini kuldirib, ya'ni yumor bor edi. Aynan o'sha paytda sezganmizki, demak ana shuni ustida ishlashimiz kerak. Storytelling, hikoya aytib berish, qiziq hikoya aytib berishni o'rganishimiz kerakligini sezganmiz. Tushuntirib beraman nimaga bu vazifani berganimni. Bu juda ham yorqin misol. Dars davomida bemalol o'tirganimizda har xil hazillar qilib bir-birimizni hammamiz kuldirib o'tirardik. Lekin inshoda yozishga kelganda bu narsa qiyinga aylanadi. Aynan qilish kerak bo'lganda. Shuning uchun bu yerga vazifani berganman. Nimaga? Siz agar 1 minut davomida qilish kerak paytida kuldira olsangiz odamni, insholarda ham insho orqali o'qiyotgan odamni kuldirish kerak bo'lganda shu narsani qila olasiz. Ya'ni ko'pchilik hayotda qila oladigan narsasini
inshosida ko'rsatib bera olmaydi. Hayotda proyektlar qila olaman, odamlarni boshqara olaman, katta loyihalar ko'tara olaman, investitsiya ola olaman, odamlarni ishontira olaman deb biladi o'zini. Lekin inshosida shuni ko'rsatib bera olmagani uchun universitetga kira olmay qolib ketadi. Yana bir misol, program boshlanishidan oldin hammadan so'rab chiqqandingiz, sohamizni so'rab chiqqandingiz, keyin o'sha sohaga mos kitob bergandingiz. U yerda bitta men muhandislikka qiziqardim. Keyin bitta kitob berdingiz. Structure of Scientific Revolutions, Thomas Kuhn yozgan. O'zi aslida universitetlarda o'qitiladi. Qolganlar hamma hayron. Nimaga bu kitobni o'qiyapmiz? Boshqalar aytgan, menimcha eng foydasiz kitob shu bo'lgan programma. Zerikarli. Hayotimda o'qigan eng foydasiz bemaza kitob degan. Shunday. Lekin men uchun juda ham muhim kitob bo'lgan. Men o'shanda tushunganman, qanday ilm fandagi g'oyalar paydo bo'ladi va rivojlanadi. O'shanda tushunganman. Keyin Newatga yozayotgan inshoyimda aynan shu kitobni ishlatganman, aynan shu kitobdagi g'oyalarni ishlatganman. Ya'ni men uchun juda ham foydali kitob bo'lgan. Essay program davomida juda ham ko'p reflection yozganmiz. Reflection bu o'zimiz haqida yozadigan insho. Masalan, nima o'ylaymiz, qanaqa fikrlar bor xayolimizda yoki qanaqa tajribalar. Masalan, oddiy reflection bo'lishi mumkin. Shanba kunlari do'stlarim bilan tog'ga chiqib ketdim. O'shanda men nimani o'rgandim yoki nimani kuzatdim do'stlar haqida. Yoki bo'lishi mumkin, men uchun do'stlik nima? Shunaqa reflection, ya'ni o'zimizni anglash uchun kerak bo'ladigan reflectionlar. Bular nimaga kerak? Keyinchalik insholar yozayotganda, asosiy insholarni yozayotganda o'sha yozgan narsalarimizni, o'zimiz haqimizda yozgan narsalarimizni o'sha insholarda ishlatamiz. Xo'p, keyinchalik siz bilan o'sha programma davomida insholarni yozdik, juda ham yaxshi chiqdi. Endi shu yaxshi chiqadigan, yaxshi darajadan keyingi daraja umuman nuqsonsiz, rad etib bo'lmaydigan, universitet o'qisa rad etmaydigan darajaga chiqish uchun keyin Yale'da o'qiydigan Umid Usmonovni chaqirdingiz. Umid bilan ham ishladik va shunaqa darajaga chiqardik. Personal statement, asosiy inshoyimizni shunaqa darajaga chiqardik Umid bilan. Keyinchalik siz bilan ham, keyin essay programidagi boshqa qatnashuvchi Jamshidbek Izzatulloh bilan keyingi inshoyimda ishladik. Ya'ni eslayman, deadline'ga bir 20 daqiqa qolgan, 30 daqiqa qolgan. Inshoyimni sizga tashladim, Jamshidbekka tashladim, keyin yana boshqa o'rtog'imga tashladim, Mustafoga. 4 kishi onlayn turibmiz, bitta inshoda. Bitta insho o'zi 250 ta so'z. 250 ta so'zni har bir so'zini muhokama qilyapmiz. Hali esimda. Mana bu so'z xato chiqqan, juda ham controversial chiqqan. Ya'ni ehtirosli, debatable narsa yozding degan edingiz. O'shanda keyin o'zgartirgandik va essaylarni shunaqa holatga keldiki, men o'ylaymanki, men o'shanda o'ylagandim, ha bo'ldi, bu essaylar rad javobini olmasa kerak. Ishonch paydo bo'lgan. U yog'i shunchaki omadga bog'liq. Biz hamma o'sha qo'limizdan kelgan ishni qilganmiz. U yog'i shunchaki omadga bog'liq. Nimaga bu bitta so'z ustida ishlaganmiz? Chunki to'g'ri, mavzu muhim, g'oya muhim, qanaqa ifodalash muhim, storytelling, ya'ni tarixni aytib berish muhim, lekin bitta so'z rad javobini olib kelishi mumkin. Masalan, eng oddiy masala beraman. Endi bu uchun rad javob olib keladi demayman, lekin olib kelishi mumkin. Masalan, nogironlik degan so'z bor. Nogiron insonlarni, masalan, ko'zi ko'rmaydigan yoki yurishga qiynaladigan insonlarni tasvirlayotganingizda ingliz tilida oldin 1920-yillarda siz shunchaki nogiron, ya'ni ingliz tilida disabled degansiz. Lekin 1960-1970-yillarda disabled desangiz bu tabu hisoblangan, ya'ni mumkin emas bunaqa tasvirlash. Ularda siz people with disabilities degansiz, ya'ni nogironligi bor insonlar degansiz. Ya'ni nogironligi bor insonlar yerga yurmasligi uchun nogironligi bor insonlar deyilgan. Ingliz tilida people with disabilities. Lekin hozir people with disabilities ham bo'lmaydi. Insholarda men o'quvchilarimga, sizga ham xuddi shunday qilganmiz. People with disabilities emas, differently abled people. Ya'ni shunchaki boshqacha insonlar. Differently able, boshqacha capability'lar, boshqacha xususiyatlari bor insonlar deb tasvirlaymiz. Bunaqa so'zlarni birdaniga topshirayotganingizni bila olmaysiz. Bunaqa so'zlarda siz ko'p tajriba orqali, ko'p kitoblarni o'qish va ko'p yangiliklarni o'qish orqali bila olasiz. Mani inshoyimda xuddi shunaqa holat kuzatilgandi. Men ishlatgan ibora scientists copy each other's ideas degan iborani ishlatganman. Ya'ni olimlar bir-birini g'oyasini ko'chiradi. Lekin boshqa olimlarni o'sha ko'chiradigan olimlarni yerga urmaslik uchun boshqa so'z topganmiz. Ya'ni scientists follow each other. Olimlar bir-biriga ergashadi. G'oya jihatidan bir-biriga ergashadi degan ibora bilan essayni o'zgartirganmiz.
ko'p top universitetga kirgan o'quvchilar insholarida nima yozganini berkitishadi. Lekin bu yaxshi narsa deb o'ylamayman. Nimaga? Chunki masalan ko'pchilik topshiradi. O'zbekistondan topshirayotganlarga ozgina bo'lsa ham yordam bo'ladi-da, agar nima haqida aytishganini yoritib berishsa. Siz nima haqida yozgansiz agar sir bo'lmasa? Ikkita insho yozganman. Asosiy insho personal statement deyiladi. Personal statement bu hamma universitetiga jo'natiladi. Personal statementda o'zingiz haqingizda, o'zingizni qiziqishingiz haqida gapirish kerak. Boyadan beri aytyapman. Muhandislikni nega o'qish kerakligini o'rganganman. Men universitetdan nima kutishim kerakligini o'rganganman deb aytyapman. Shuni qayerda ko'rsatdim desa, aynan o'sha personal statementimda, ya'ni asosiy inshomda ko'rsatib berdim. Nima haqida gapirdim? Menda qanday qilib muhandislikka qiziqish paydo bo'lgan? Masalan, rivojlangan davlatlarda bu aytib o'tganimizdek, injenerlar ko'p pul topgani uchun buni o'quvchilar bilishadi. Ko'p pul topadi injenerlar. Lekin men ham shuning uchun ko'p pul injenerlar topgani uchun shuning uchun injener bo'lmoqchiman degan niyat yoki maqsadga ega bo'lishi mumkin rivojlangan davlatda. Lekin bizda bunaqa narsa yo'q. Bizning jamiyatda boladan u injeneringga qiziqaman deb chiqishi bu juda ham kam uchraydigan holat. Ammo aynan shu haqida yozganman. Qanaqa qilib injeneringga qiziqmaydigan yoki injeneringga rag'bat yo'q jamiyatda menda injeneringga bo'lgan muhabbat, qiziqish paydo bo'lgan. Hattoki Samarqandda odamlar injenering desa yoki muhandis desa, oddiy ishi, ya'ni elektrik, mexanikni o'li xayolga keltirishadi. Aynan shunaqa muhitda qanday qilib men o'zimning qiziqishlarimni amalga oshirganimni, qanaqa qilib loyihalar bilan shug'ullanganimni aytganman va keyinchalik ilmiy laboratoriyada ishlaganimdan keyin men bilganmanki, demak jamiyatda shunaqa laboratoriyalar, tizimli tashkilotlar bo'lsagina jamiyatga ham bu narsa singadi. Ya'ni qiziqish, injeneringga, muhandislikka, texnologiya, ilm-fanga qiziqish bo'ladi. O'sha faqatgina o'sha ilmiy laboratoriyada men sezganmanki, demak meni qo'llab-quvvatlashyapti. Meni qiziqishlarimni. O'sha inshoimda aytganmanki, menga shunaqa muhit kerak, ya'ni injeneringga bo'lgan qiziqish, muhandislikka bo'lgan qiziqish qo'llab-quvvatlanadi, rag'batlantiriladi va ko'plab imkoniyatlar taqdim etiladigan joyda o'qimoqchiman deb inshoimni tugatganman. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, inshoimning asosiy g'oyasi qanday qilib injeneringga, muhandislikka umuman qiziqishi bo'lmagan, rag'bat ham bo'lmagan jamiyatdan kichkina bolada qiziqish paydo bo'lyapti va u qiziqish o'sib boryapti. Maktabda, laboratoriyada va u qanaqa yo'nalishda o'smoqchi keyinchalik universitet davomida. Aynan shuni men ko'rsatib berganman. NYU Abu Dhabiga topshirganingizda candidate weekend bor. Ya'ni natijalar chiqishidan oldin siz Abu Dhabiga borib, NYU Abu Dhabida 2 kun yashab, u yerdagi mashg'ulotlarni qilasiz, intervyudan o'tasiz va odamlar bilan tanishasiz. Shu tajribangiz haqida gapirib bera olasizmi? Xo'p. Ko'p universitetlarda bunaqa bosqich yo'q. Hech qayerda yo'q deb eshitganman. Shunaqa faqat NYU Abu Dhabida shunaqa bosqich bor. Ya'ni topshirgandan keyin, dokumentlarni topshirgandan keyin shunaqa bosqich bor. Intervyuga chaqirishadi. Hammasini o'zlarining hisobidan Abu Dhabiga chaqirishadi. Ya'ni hamma yo'g'ingizni qoplaydi. Biletingizni, u yerda yashashingizni, ovqatingizni. Otel, ovqatlar hammasini qoplashadi. Bu eventni asosiy maqsadi ikkita narsani bilish. O'quvchiga universitet to'g'ri keladimi va universitetga o'quvchi to'g'ri keladimi? Shu narsani, ya'ni bir-biriga to'g'ri kelishadi. O'quvchi ham universitetni tekshiradi, o'rganadi. Universitet ham intervyular orqali, suhbatlar orqali tekshiradi. Suhbatlar ikkita bo'lgan, 15 minutdan davom etgan. Bitta suhbat admission officer bilan, ikkinchi suhbat esa o'sha yerda ishlaydigan professor bilan. Mendan so'rashgan, nimaga NYU Abu Dhabini tanlading deb so'rashgan. Men aytganmanki, endi u savollarga javob berish uchun endi baribir tayyorlanish kerak. NYU Abu Dhabi haqida o'rganganman, o'zimning qiziqishlarim haqida o'rganib tayyorlanib kelganman. Men aytgandim, NYU Abu Dhabi dunyodagi juda ham kam sonli liberal arts college'lardan, liberal arts college deganda bu faqat bakalavrga fokus qiladigan, 4 yillik o'qishga fokus qiladigan maktab. Juda ham kam sonli liberal arts college'lardan injiniring maktabi ham bor. Ya'ni Amerikada hattoki ko'p liberal arts college'larda injiniring maktabi yo'q. Chunki liberal arts college ko'proq humanities, ya'ni economics, philosophy, history o'rgatishadi. Aynan New Yorkda esa ikkalasi ham bor. Ya'ni injiniringni liberal arts sistemasida o'rgatishadi. Men shu haqida gapirganman.
aynan shu jihati yoqish haqida. Keyin ikkinchi savol bo'lgan. Xo'p, o'qiding Nyu-Yorkda 4 yil davomida. Tasavvur qil, sen 4-kursdasan, nima qilasan? Nyu-Yorkga qanaqa foyda keltirasan? Men bu yerga javobni davom ettirdim. Ya'ni Liberal Arts College va Engineering School'ni birlashtirib, men aytdimki, 4-kursda studentlar, talabalar loyiha qilishadi. Qanaqadir loyiha, capstone project bor. Capstone project qilishadi. Men aytganmanki, engineeringdagi bilimlarimni men filmingga amal tatbiq qilmoqchiman. Ya'ni kino olishga. Chunki men aytganmanki, meni juda ham yaxshi ko'radigan rejissyorim bor, Christopher Nolan. Uni nimasi yoqadi? U kompyuterni grafika ko'proq ishlamaydi-yu, haqiqiy jonli sahnalarni yasashga harakat qiladi. Men aytganman, engineeringdagi bilimlarimni aynan shunaqa jonli sahnalar, kompyuter grafika ishlatmasdan jonli sahnalar yaratishga tatbiq qilmoqchiman. Bu nima foyda beradi? O'sha Nyu-Yorkni asosiy maqsadi engineeringni liberal arts uslubida o'rgatish. Aynan shu maqsadga men qanaqadir ma'noda to'g'ri kelaman deb javob berganman. Qanaqa reaksiya bo'lgan? U hayron qolgan. Birinchi marta bunaqa engineeringni bunaqa qo'llanishini eshitganman degan. Hayron bo'lgan. Va keyin computer science professori ikkinchi intervyu davomida so'ragan mendan. Tasavvur qil, senga imkoniyat berildi Nyu-Yorkda bironta kurs yasashga. Bironta fan. Nima haqida bo'lardi u fan degan. Nyu-Yorkni o'rganishdan jarayonida bir tanesini sezganman. Ko'p fanlarni nomi bir so'zli. Masalan, desert, ya'ni cho'l yoki suv yoki urush. Bitta so'zni oladi-yu, o'sha so'zni, o'sha mavzuni har xil jihatdan, siyosat, tarix, ilm-fan jihatdan o'rganib chiqadi. Men aytganmanki, ularga menga shu kurslar juda ham yoqadi, juda ham qiziq tuyuladi. Men shunaqa bir so'zli kurs qilardim deganman. Nomini ignorance qo'yaman. Ignorance bu johillik, ya'ni bilimsizlikni teskarisi. Absence of knowledge, bilim yo'qligi, ignorance. Chunki o'sha Richard Feynmanni o'qiyotganimda, Richard Feynman aytganki, ilm-fanda bizni oldinga suradigan narsa, ya'ni ilm-fanni rivojlantiradigan narsa bu bilim emas, bu aslida bilimsizlik, ya'ni savollar. Keyin bitta misol berganman. 20-asrda odamlar o'ylashganki, atom bo'linmaydi. O'zi atom tarjimasi bo'linmas degani. Bo'linmaydi deb o'ylashgan. Ya'ni bu qanaqadir bilimga ega bo'lishgan. Keyinchalik Thomson degan olim atomni bo'ladigan eksperiment qilgan. Va unda 3 ta savol paydo bo'lgan keyin. Birinchisi elektron nima? Ikkinchisi proton nima? Uchinchisi neytron nima? Demak, bitta bilimdan 3 ta bilimsizlik paydo bo'lyapti. Ya'ni ilm-fanda savollar bilimga bormaydi. Aslida bilim ko'proq savollarga boradi. Masalan, aytganmanki, olimlar bironta restoranda o'tirganda, ular o'sha nimani bilish haqida gapirmaydi. Nimani bilmasligi haqida gapiradi. Nima qanaqa savollarga javob berish kerak? Qanaqa savollarning javobi hali ham yo'q? Shu haqida o'ylanishadi olimlar. Ya'ni ilm-fanda johillik juda ham katta narsa. Aynan shu ignorance bilim shakllanishiga juda ham katta ta'sir qiladi deb javob berganman. Keyin o'sha professor ham juda ham qiziqib, men ham agar imkon bo'lganda men ham shuni olardim degan. Amerikaning top universitetiga $360,000 100% grant yutishingizga 3 ta asosiy sabab nima edi? Birinchi sabab IELTS va SAT natijalarim. IELTSdan 8,5 olganman, SATdan 1550. Ikkinchisi darsdan tashqari qilgan mashg'ulotlarim. Robototexnikadan dars berganman, ikkita joyda amaliyot o'taganman va o'zimni tadqiqotimni olib borganman. Ya'ni sohamga doir mashg'ulotlar bilan shug'ullanganman. Uchinchisi bu insholarim. Insholarimda men aniq qilib bayon qilganman, nimaga men muhandislik o'qimoqchiman va muhandislik o'qib keyinchalik qanaqa muammolarni yechmoqchiman. Shularni aniq qilib ularga yetkazganman. Aynan shu 3 narsa Nyu-York universitetiga to'liq grant yutishimga sabab bo'lgan. 7,5 IELTS 1540 SAT bilan birinchi yil top universitetga grant bilan kira olmadingiz. Qilgan 3 ta xatoyingizni sanab bera olasizmi? Birinchi yilda qilgan eng katta xatoyim bu tavsiyanomalarga kam e'tibor berish. O'qituvchilarga uncha yaxshi tushuntira olmaganman. Tavsiyanoma nima, tavsiyanoma qanday yoziladi, nima uchun yoziladi. Shuning uchun O'zbekistonda ko'p o'qituvchilar umumiy bitta shablonga qo'yib yozishadi. Lekin aslida har bir o'quvchiga individual yondashuv qilib yozish kerak. Ikkinchi yilda topshirayotganimda o'qituvchilarimning oldiga borib, yaxshilab tushuntirganman, nima haqida yozish kerak, nima uchun yozish kerak, nimalarga e'tibor berish kerak va o'qituvchilarim juda ham zo'r tavsiyanoma yozib berishgan. Ikkinchi qilgan eng katta xatoyim insholarimni ekspertlarga tekshirmaslik. Birinchi yilda
insholarni hech kim o'qimagan. Hattoki do'stlarimga ham ko'rsatmaganman. Hech kim o'qimagan va keyinchalik bilganmanki, juda ham yomon essay yozganman. Ikkinchi yil esa bu xatoni sezganman va sizga ko'rsatganman inshoimni. Keyin siz o'sha inshoni qanday qilib yaxshi darajaga, zo'r darajaga chiqarishni aytgansiz va yaxshi insho chiqqan. Uchinchi xatoim esa o'zimni qiziqishlarim bo'yicha, o'zimni soham bo'yicha kam extracurricular activity, darsdan tashqari mashg'ulot qilganim. Birinchi yilda asosan IELTS va SAT ga o'qishga tayyorgarlik ko'rganman. Shuning uchun menda mashg'ulotlar juda ham kam edi. Ikkinchi yilda esa robototexnikani o'rgandim va dars berdim, amaliyot o'tadim, tadqiqot olib bordim. Ya'ni o'zimni qiziqishim, ya'ni muhandislik bo'yicha mashg'ulotlar qildim va ana shu juda ham katta xato, ko'pchilikda ham kuzatiladi shu xato. O'zini qiziqishi bo'yicha mashg'ulot qilmaslik. Shu 3 ta xatoni bartaraf qilgandan keyin Amerikan top universiteti New York University Abu Dhabiga $350,000 bilan grantga qabul qilindim. New York universitetining Abu Dhabidagi filialiga sizni olib kirgan bitta narsa nima edi? Bu juda ham ahmoqona savol deb o'ylayman. Mendan ham ko'p so'rashadi. Nima bitta narsa ayting, nima sizni olib kirdi universitetga? Men o'ylaymanki, top universitetga kirish uchun bitta narsa bo'lishi yetarli emas. Ya'ni butun hamma applicationni, insholarni, tavsiyanomalarini, darsdan tashqari mashg'ulotlar, SAT, IELTS hammasini birga nuqsonsiz qilish kerak. Va umumiy kartina hosil bo'ladi. Talaba haqida u juda ham zo'r bo'lishi kerak. U xato bo'lmasligi, bitta xato bo'lmasligi kerak. Shuning uchun bitta narsa bor deyish xato narsa. Biron kim kirdimi top universitetga, demak unda insholar ham, darsdan tashqari mashg'ulotlari ham zo'r bo'lgan. Masalan, menda IELTS'im 8.5, SAT'im 1550 bo'lishiga qaramasdan, men insholarimni ustida ham ishladim, ustozlar bilan tavsiyanomalar ustida ishladim, darsdan tashqari mashg'ulotlarda ham aktiv bo'ldim. Shuning uchun hammasini birga olib borganim uchun universitetga qabul qilindim deb o'ylayman. Amerikaning va umuman dunyoning top universitetlariga 100% grant bilan kirmoqchi bo'lgan talabalarga qanday tavsiya bergan bo'lardingiz? Birinchisi, sohangizni yaxshi o'rganing. Biron xonadamisiz, do'stlaringiz bilan, o'sha xonadagi sizni sohangizda eng yaxshisi bo'lishingiz kerak. Siz arxitekturaga qiziqasizmi? Demak, siz arxitektura haqida 1-2 soat sinfdoshlaringiz bilan gaplashib olishingiz kerak. Ikkinchisi, insholar ustida ishlash kerak. Qanchalik bilimli bo'lishingizga qaramay, siz o'sha bilimingizni, o'sha potensialingizni yetkazib bera olishingiz kerak. Ikkinchisi, o'sha insholar juda ham muhim va uchinchisi yaxshi SAT, IELTS ball olib, to'xtab qolmang. Darsdan tashqari mashg'ulotlar, kitob o'qish, shularga ko'proq vaqt ajratish kerak. Shu 3 ta narsani qilsangiz, top universitetiga 100% grant bilan kirishingiz mumkin. Murod, birinchi yil topshirganingizdan keyin 1540, IELTSdan 7.5 bo'lishiga qaramasdan kira olmadingiz. Tushkunlikka tushdingizmi va tushgan bo'lsangiz nima qildingiz? Xo'p, ota-onam menga aytgan, balki mana bu tanishimizga o'xshab, sen ham konsaltingga borib, hujjatingni topshirtirarsan deyishgan. Lekin men bilganman, konsaltinglar men qila oladigan narsalarni qilishadi shunchaki. Chunki Amerikada 2 xil universitetlar bor. Shunchaki topshirsa, dokument topshirib qo'ysa, hamma oladigan universitet bor. Va ikkinchi tipdagi universitetlar bu juda ham kompetitiv, ya'ni hamma ham kira olmaydi. 100 kishidan 3-4 kishi olishadi. Acceptance rate 4%, 5% universitetlar. Ularga olib kira olmaydi. Nega? Chunki bu sohada ular ishlab ko'rmagan. Ya'ni top universitetlarga ularning maqsadi top universitetga olib kirish emas. Ular shunchaki o'sha birinchi turdagi universitetlarga, ya'ni topshirsa, kiradigan universitetga Chetga jo'natish shunchaki. Shunaqa. Shunchaki chetga jo'natish, lekin juda ham qimmat bo'ladi narxlar. Shuning uchun men bilganman, konsalting bu yechim emas. O'sha konsalting agentliklarda kirish oson bo'lgan universitetlarga olib kirish uchun $5,000, $6,000 olishadi servislar uchun. Lekin masalan sizga borganimda ancha arzon $1,000 ga programma edi. O'shani olganman, lekin ancha ko'proq foyda olganman. Chunki bilganman, siz aynan shu kompetitiv universitetlarni ichida yurgansiz, shu topshirgansiz, o'zingiz 3 marta topshirgansiz va masalan tanishlaringiz, do'stlaringiz top universitetlarda o'qishadi va bilganman, siz ko'p narsani bilasiz shu sohada, qanday qilib yaxshi insholar yozish kerakligini bilasiz va o'ylaymanki, gap yerda to'g'ri mentor tanlash juda ham katta foyda beradi deb o'ylayman. O'zbekistondagi konsalting agentliklariga $5,000 to'lab oddiy universitetga kirishdan ko'ra, sizni programmangizni $1,000 programmangizni olib turib, top universitetga $360,000 grant yutganim yaxshiroq. Murod, Levsha podkastga kelganingizdan juda ham xursandman va shunday o'quvchim borligidan faxrlanaman. O'ylaymanki, nafaqat top universitetga kirish va o'qish, undan keyin ham o'zingiz aytgan katta maqsadlar
jamiyatimizda va butun dunyoda bor eng katta muhandislikka aloqador muammolarni yechishga muvaffaq bo'lasiz.